Zardor tumanida pilla qurti boqish mavsumiga rasman start berildi. Joriy yilda pillachilikni yanada rivojlantirish, sohada yuqori natijalarga erishish maqsadida tuman miqyosida puxta tayyorgarlik ishlari amalga oshirilmoqda. Pillakorlar mavsumini uyushqoqlik bilan o'tkazish uchun barcha zarur chora-tadbirlar ko'rilib, ishlar tizimli yo'lga qo'yilgan. Ma'lum qilinishicha, 2026-yilda tumanda jami 1517 quti ipak qurtini parvarishlash rejalashtirilgan. Bugungi kunga qadar barcha pillakorlarga sifatli ipak qurtlari o'z vaqtida yetkazib berilgan bo'lib, bu mavsumni muvaffaqiyatli boshlashda muhim omil hisoblanadi. Ayni paytda pillakorlar tomonidan ipak qurtini parvarishlash ishlari talab darajasida tashkil etilgan. Xususan, qurtxonalarda harorat va namlik me'yorlarini saqlash, ozuqa, tut barglarini o'z vaqtida va yetarli miqdorda yetkazib berish, sanitariya gigiyena qoidalariga qat'iy rioya etishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Bu esa qurtning sog'lom o'sishi va sifatli pilla hosilini ta'minlashda hal qiluvchi ahamiyatga ega. Tumanda pillachilikni rivojlantirishda fermer xo'jaliklari bilan bir qatorda aholi xonadonlarini ham keng jalb etishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Ularni zarur ozuqa, texnika va maslahat xizmatlari bilan ta'minlash orqali pilla yetishtirish jarayonlari yanada takomillashtirilmoqda. Shuningdek, sohadagi mutaxassislar tomonidan pillakorlarga amaliy yordam ko'rsatilib, tavsiyalar berib borilmoqda. Mutaxassislar ta'kidlashicha, parvarish jarayonlarini ilmiy asosda tashkil etish, zamonaviy yondashuvlarni qo'llash va mehnat intizomini mustahkamlash orqali yuqori hosildorlikka erishish mumkin. Bu esa nafaqat pillakorlik sohasining samaradorligini oshiradi, balki aholi daromadini ko'paytirish va bandligini ta'minlashda ham muhim o'rin tutadi.